Assalomu alaykum, hurmatli Imber kuzatuvchilari. Bugungi tayyorlanadigan obzorlarimiz, ya'ni faqatgina lesalarimiz haqida, ya'ni lesalarimiz o'sha doimiy ishlab chiqariladigan jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz va alohida summalari haqida ham to'xtalib o'tamiz. Bugungi kundagi lesalarimiz, ya'ni ikki xil o'lchamdagi lesalarimiz bor. O'sha 94 sm ga 2 metrlik bo'lgan lesalarimiz va 1.7 sm bo'lgan balandligi o'sha 2 metr bo'lgan lesalarimiz. Ya'ni buni o'sha 94 sm-lik lesalarimiz faqat vodiy standarti bo'ladigan bo'lsa, voha uchun o'sha 1.7 sm-lik lesalarimiz bo'ladi. Bularda o'sha 1 metrlisi, 2 metrlisi sizlar zakaslaringga qarab turib ham bemalol qaysi o'lchamda desalarni ishlab chiqarib bera olamiz. Bularning narxlari haqida baribir so'raysizlar, alohida to'xtalib o'tishimiz mumkin. Lesalarimiz o'sha 2 metrlisi 94 sm-ligimizning narxi 640 ming so'm, 1 metrligimiz esa narxi 540 ming so'm. Hozirgi holatdagi ishlab chiqarish jarayoni, ya'ni trubalarimiz, profillarimiz o'sha faqat bizda pachka holatida bo'ladi. Bularda ishlab chiqarish jarayoni hozirgi holatda kashaklarimiz ishlab chiqarish jarayoni. Kraska jarayonlarida ham lesalarimiz bor. 1 metrlik, 2 metrlik, o'sha aytib o'tganimiz 94 sm-lik 1.7 sm-lik bo'lgan lesalarimiz. Bularda kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Pastga alohida nomer qoldiramiz. Qo'ldan kelgancha chegirmalarni qilib beramiz. Kimga xuddi mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Like bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin.